Ko'pchilik shu estakada mashinaga qiynaladi. Gaz bilan chiqaverasiz. Seplini tormoz. Bo'ldi. Rushnoy bilan bajaramiz. Torting rushnoy. Bo'ldi. Tormoz qo'yib yuboring. Unga tegmay qo'yavering. Skorost birda turaversin. Tormoz qo'yib yuboring. Yaxshi? Xo'p, gaz berib turing, mana taxometr 2 ga chiqadi. Berib turing gazni. Berib turing. Seplini sal ko'taring, berib turing gazni. Gaz berib turing-da. Mashina уже intilyapti. Vibratsiyani his qilyapsizmi? Ha, mashina titrayapti. Yana jichcha ko'taring seplini. Bo'ldi, rushnoy o'zini shuna tushiring. Bo'ldi, chiqib ketaveradi. Oson, ha? Faqat birin-ketinligini oson qilsa, birin-ketinligini to'g'ri bajarish. Ha, hayajonni yo'qotish kerak. To'g'ri bajarish kerak birin-ketinligini. Ketdi. Ko'pchilik taxometr 2 ga chiqarmaydi, shart seplenini ko'tarib rushnoy tushiradi, pop qaytib chiqib qoladi. Ha, tushib qoladi.